alaykum qadrlilar. Biz sizga gullar iforani, bahoriy kayfiyat tilagan holda bormisiz, omonmisiz deya xonadoningizda mehmonmiz. Assalomu alaykum. Bizni teleekranlar orqali qachon bormisiz, omonmisiz dasturiy efirga uzatilar ekan. Bugun kimlarni ko'rib bahramand bo'lar ekanmiz, bizga qanaqangi kayfiyat ulashar ekan deb ekran ortida bizni kuzatib turgan qadrli teletomoshabinlar bormisiz, omonmisiz? Mana hash-pash deguncha bir hafta ham o'tdi. Bugun sizning sevimli boshlovchilaringiz ushbu dastur orqali sizni xonadoningizga iliq kayfiyatni ulashishda davom etamiz. Dasturimiz avvalida go'zal raqsni guvohi bo'ldingiz va bu orqali xuddiki bahorning ilk kunlarida ana shunday bahoriy harorat studiyamizda hukmron bo'lganga o'xshaydi Sevaraxon. Haqsiz Asilbek. Aslida bahor bu bir o'zgacha faslda juda ko'pchilik kutadi va sen bahorni sog'inmadingmi deya bir-biridan so'rab ham qo'yadi. Va raqsga keladigan bo'lsak, raqs aslida bu xatti harakat emas, bu qalb tili desak, menimcha to'g'ri ta'riflagan bo'lamiz. Xuddi shunday shoir begijizga aytmaganda, men o'rgilay el raqqosasidan, monand chamanning guldastasidan, chirmashdi ko'kka avjida yalla tambur dutorning o'ynoq sasidan. Qarangki, yashang. Xuddi qizlarni raqslarini ko'rib, mana shu she'r beixtiyor yodimga tushdi. Demak, ilhomlangansiz. Nimaga ishora qilayotganimni sezdingiz chamanda. Bugun studiyamizda raqqosalar, raqs san'atining yirik namoyandalari, aziz ustozlarimiz tashrif buyurishgan. Ular mehmon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik deymiz. Xush kelibsizlar. O'zi raqqosalarni ko'rganimizda beixtiyor bahor, yangilanish, yasharish fasli ko'z oldimizga keladi-da, raqqosalar uchun bahor nimani eslatadi, bahor nima beradi ko'proq? Ilhom bersa kerak-a, ustoz? Assalomu alaykum. Bahor bu yangilash, bu hayot. Birinchidan raqs bu nima desam bo'ladi, har bir raqqosani yuragida bu bir qanaqadir bir nafis, bir qanaqadir chiroyli tuyg'ular, yasharish, keyin go'zallik, albatta bu hayot. Raqs bu hayot. Xuddi shunday. Biz raqssiz aslida hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Oddiy misol, to'ylarimizda yoki bo'lmasa davlat tadbirlarida, har bir yurtimizda qaysi bir tadbir borki, bayram borki, raqqosalarsiz tasavvur qila olmaymiz. Go'yoki raqqosalar bo'lmasa, bu tadbir qanaqadir ko'ngil to'lmaydi-da, nimadir kamdek tuyulaveradi. Rostini ayting Asilbek, uyda yolg'iz qolganimizda, hattoki kayfiyatimiz yaxshi bo'lganda ham raqsga tushamiz. Raqssiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz deb to'g'ri aytdingiz. Xuddi shunday. Ustoz juda ham to'g'ri fikrlarni aytdilar. Raqs bu haqiqatda hayot. Har birimizni qalbimizda, yuragimizda bir hali nish urmagan bir nihol bor yoki bo'lmasa uchqun bor. Beixtiyor o'sha Sevaraxon aytgandek, hozir sirlar ochilyapti-da, o'zimiz ham cho'q qo'shiq bo'lsa raqsga tushishimiz keladi. Beixtiyor qo'llarimiz harakatlanadi. O'zi ustoz, yana sizga yuzlanmoqchiman. Endi teletomoshabinlarimiz ko'p va ko'p eshitgan bo'lsa kerak, lekin bormisiz, omonmisiz ko'rsatuvda bu eksklyuziv. O'sha paytlar bilamiz, ayni siz ijod qilgan paytlaringizda raqs san'atiga hamma ham qiziqavermagan yoki bo'lmasa qiziqsa ham bu san'at turiga bizni mentalitetimizda biroz boshqacha qarash bo'lgan. Jur'at qila olmagan. Qanday jur'at qilgansiz mana shu kasbni tanlashga va bizni teleekran orqali tomosha qilayotgan raqs san'atiga qiziqqan yoshlar nima qilsin bu san'atga kirish uchun? Olimlar har bir inson bu dunyoga o'zini bir vazifasi bilan keladi. Chunki mana biz misol mana Allohdan demak bizga shunaqa vazifa berganki, biz misol uchun raqs uchun tug'ilganmiz. O'zi men aytmoqchimanki, har bir inson chaqaloq ham raqsga tushib tug'iladi. Ashula aytib tug'iladi. O'shaning uchun har bir odamda albatta hamma ham raqqosa bo'lmaydi, lekin mana hozirgi paytda hamma raqsga tushadi. Hamma haligi nima deydi, san'atni bundan ham ko'proq sevadi, hurmat qiladi. Lekin biz ijod qilgan paytimizda albatta bizga o'xshagan fidokor, mehnatkash, o'zini kasbini sevgan, o'zini kasbiga mas'uliyatli qaragan albatta insonlar juda ham ko'p bo'lgan. Lekin hamma ham men aytgandek Allohdan bu albatta mana shu talant beradi. Hamma ham taniqli, misol uchun bo'la olmaydi, chunki hamma narsa Allohdan. Men o'zim bitta fikrdamanki, har bir inson o'zini kasbiga ega bo'lish kerak. Hamma o'zini ishini qilish kerak. Chunki mana hozir shunaqa insonlar borki, hammasi raqsni, ayniqsa ashula sevishadi, lekin hammada ham talant yo'q. O'shaning uchun hamma o'zini kasbini qilishi
shart deb o'ylayman. Albatta. Sizni ilk bor raqsga qiziqishingizga sabab nima bo'lgan yoki kim bo'lgan? Man o'zi dunyoga kelganimdan nima desam bo'ladi, san'atkorlar oilasida tug'ilganman. O'shaning uchun menda bir anaqa bo'lmagan, ikkilanish bo'lmagan. Chunki dadam rahmatli ham ashulachi bo'lganlar, xalq hofizi, onam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist To'xtaxon Rismetova raqqosa bo'lganlar birinchi. Mukarram Turg'unboyevaning shogirdlari. O'shaning uchun meni taqdirim hal bo'lgan. Tug'ilganimdan hal bo'lgan, chunki Mukarram Turg'unboyeva meni 6 yoshimdan ko'rib, yoshligimdan ko'rib, meni haligi raqsga bo'lgan munosabatimni, talentimni, haligi nima deydi, o'sha xohishimni ko'rib, opa rahmatli mana xoreografiya, mana hozir mana biz sizlar ham guvoh bo'lasizlar, aynan xoreografiya bilim yurtidan ham qizlarimiz kelgan. Mana shu xoreografiya bilim yurtiga berib, keyin o'zlari aytdilarki, "Yo'q, men bahorda ishlaydi bu qizim" deb, meni bahorga olib ketganlar. O'shaning uchun taqdirim o'sha aniqlangan yoshligimdan. Juda yaxshi. Men xursand bo'laman, chunki men ikkilanmadim. Mana hozir Mukarrama Turg'unboyevani yodga oldik. Haqiqatan ham o'zbek raqs san'ati haqida gap ketganda albatta Mukarrama Turg'unboyevani eslamaslikni, xotirlamaslikni iloji yo'q. Bugun ham ustoz qoldirgan bir katta maktab davom etyapti. Ayniqsa mana siz aytgan xoreografiya bilim yurtida, xoreografiya akademiyasida raqsga qiziquvchi yigitlarimiz, qizlarimiz bu sohani chuqur o'rganyapti. Haqiqatan ham tan olishimiz kerak, ustoz bu sohaga bir fundament qo'ya oldilar. Bu sohani asosini yarata oldilar. Bugun esa mana shu asos yoshlarga qay darajada yetkazilyapti, Gulchehra opa? O'zi raqs san'ati 20-asrlarda rivojlanish boshlagan yurtimizda. 1947-yilda bizning maktabimiz shakllangan vaqt edi. Hozir mana 79 yil bo'lyapti bizning maktabimizda. Bizning dargohimizda ko'p iste'dodli, mashhur, taniqli insonlar kelib chiqishgan. Men nima demoqchiman? Bizani qilgan ustozlarning ishlarini biz davom ettirishga harakat qilamiz. Mana bugungi ishtirok etgan o'quvchilarimiz bu bizani o'quv yurtimizdan chiqqan o'quvchilar. Biza shu dargohimizda shu bizaga ustozlar o'rgatgan narsalarni, o'sha meroslarni saqlab, o'quvchilarimizga o'rgatishga harakat qilib kelyapmiz. Tashakkur. Albatta bu an'ana davom etadi. Bundan keyin ham Mashhur opa, xush kelibsiz. Bahor sizga ham muborak bo'lsin. Kayfiyatingizdan bilinib turibdi, bahor sizga boshqacha ta'sir qilyapti, yangicha ilhom olib kelyapti. Bu studiya siz uchun begona emas, ayniqsa ko'p mana shu teletomoshabinlarimiz sizni yaxshi bilishadi. Erta tongdan raqqosa qizlaringiz bilan yurtdoshlarimizga juda ham yaxshi haroratni ilingansiz. Mana shu an'ana endi qachon yana bir davom etadi? Hammaga assalomu alaykum. Bahor kirib kelgani shundoq bilinib turibdi. Qizlarimizni, ustozlarimizni qarang, go'zalgina bo'lib o'tirishibdi. Hozirgi birinchi raqsimiz Gulsara raqsi edi. Bu raqsni ustozimiz xalq artisti Mukarrama Turg'unboyeva sahnalashtirganlar va bu raqsni bizga qayta tiklashda mana ustozimiz Ma'mura Ergasheva juda ham katta yordam berdilar. O'sha bu kitobda yozilgandi bu raqs, Farg'ona raqs maktabi kitobida bor va ular aytdilarki, Mashhuraxon, Muhayyoxon, mana hamma yosh ustozlarga aytdilarki, o'sha kitobni ochinglar-da, o'sha raqsni qayta tiklashimiz kerak. Meni esimda bor, lekin ketma-ketligi esimda yo'q dedilar. Shu bilan kitobni ochganmiz. Har bitta harakat bilasizlar, mana shu kichik harakat bir varo yoziladi-da. O'ng qo'lini ko'tardi, chap qo'lini qaysidir holatga oldi. Juda ham shunaqa yoziladi kitob. O'shani ochib, sekingina ketma-ket o'sha sinchiklab ustoz yordamida o'sha raqsni biz yana qayta tikladik. Men juda ham baxtiyorman bu raqsimiz tiklanganidan va hozir mana qizlarimiz ham necha yil orasida, nechinchi yilda bo'lgan bu raqs ustoz? Raqsni shu 37-yildaman, 36-yildaman. Bu bilasizmi, o'zi
Gulsara raqsi bu muzika drama Gulsarani shu Mukarrama Turg'unboyeva shu spektakldan shu bitta parchada, lekin bu raqsni men ommaviy qildim. O'zi yakka raqs. O'sha men ham o'sha xoreografiyani bilim yurtini bitirib kelganimdan keyin birinchi bor raqsim mana shu Gulsara bo'lgan, Bahor ansamblida. O'shaning uchun mana qizlar menga juda katta yordam berishdi. Boya aytgandek, mana Mashhura, keyin Mashhuraxon, Gulnoza, Muhayyo, bular hammasi yordam berib, biz mana ommaviy qildik. Keyin bilasizmi, bu qizlarga ham bu juda ham yarashdi. Chunki har biri mana haqiqiy o'zbek milliy raqsini ko'rib, uni tiklab, keyin men aytmoqchimanki, qizlarga men juda minnatdorman. Qizlar juda menga katta yordam berishdi. Kitobdan bechoralik qiynalib, men ularni rosa qiynadim lekin. Kitobni o'qib, uni o'zi bo'lmaydi. Ish qilib bir amallab biza tikladikda, keyin men ham esimda borini ko'rsatdimda, keyin biza xoreografiyani maktabini haligi tashkil topgan kuniga bag'ishlagan, mana hamma qizlarni 48 ta qiz o'ynadi. Wow. 48 ta qiz. Afarin. Ma'mur opa, qarang, hozir kitobdan olib o'rgandik deb aytdingizda, aslida bu har bir xatti harakatni ustozdan ustozga o'tib kelayotgan raqslar bilan eslab qolishadi. Ustoz shogird an'anasi bilan asosiy raqslar mana siz eslab qolganingiz uchun. Lekin bugungi kunda mana shu xoreografiya oliy maktabida darsliklar masalasi qanday bo'lyapti? Xuddi shunday har bir raqslar kitobga yoziladimi? Kitob holida chop etilib o'quvchilarga o'qish uchun beriladimi? Albatta. Bilasizmi, xoreografiya bilim yurtida mana Roziya opam Karimova, O'zbekiston xalq artisti, o'zlari ishlab, o'zlari bosh konsultant bo'lib, keyin mana shu kitobni chiqarib, birinchi kitob bu Farg'ona kitobi bo'lgan. O'sha Farg'ona kitobini Roziya opam, keyin Yusuf akam bularni umr yo'ldoshi meni rosa qiynagan. Men ichida 11-12 yoshar qizmanda, o'sha hamma harakatlarni, qo'l harakati, oyoq harakati, bosh harakati hammasini men bir bular meni qiynab, hammasini kitobga yozib, keyin Chizishgan ham, Ma'mur opa? Sizni rasmlaringiz kitobda. Holatlari. O'sha kitob chiqqan. Endi o'sha darslikdan Farg'ona yo'li, Xorazm yo'li, keyin Buxoro yo'li. Bizning qizlarimiz, mana pedagoglar hammasi mana shu kitobga qarab, bular keyin qizlarga o'rgatib, yigitlarga o'rgatib, o'sha hammasini mana shu kitobda Roziya opani juda ham katta yutug'i bo'ldi. Chunki bu hamma kitobni chiqarib, mana shu doira dars bizani birinchi bor Tamara xonim bilan Ustalim Kamilov, bular eng shu milliy raqs san'atini bular asoschilar. Keyin Mukarram opa bularni anaqa qilgan. Endi bular shu studiya ochilganda 36-yilda studiya ochilganda, shu studiyani qoshida Tamara xonim, Ustalim Kamilov bular mana shu doira darsni yaratgan. O'sha haligacha mana bu qarang, necha yil bo'ldi shunga, haligacha shu Roziya opa mana shu doira darsni kitobga yozib, saqlab bizga bir meros qoldirganlar. Bu juda ham katta ish. Biz juda ham minnatdormiz. Shundan keyin yana bitta men gapimni aytishim kerak, chunki mana shu darslikda ham mana Rushana Sultanova bizga direktor bo'ldilar, rahbar bo'ldilar. Juda ham katta yutug'i bo'ldiki, bilasizmi, hamma mana shu o'zbek milliy raqsi deysizmi, klassika deysizmi, hali xarakterni hammasiga jiddiy qarab, hammasiga o'zi kirib, keyin men aytmoqchimanki, o'sha doira darsi ham 5 qism bo'lsa, akademiyadan bular anaqalarni, xodimlarni chaqirib bir birlashma qilishdi. Hammani bir, chunki nima desam bo'ladi, har xil pedagog har xilcha ko'rsatgandek, o'shani yig'ib biz bitta anaqaga fikrga kelib, endi hozir hammasi yaxshi bo'ldi. Shuning uchun aytmoqchimanki, albatta qizlarimiz mana shu kitobga qarab, o'sha qoldirgan meros o'zbek raqsini albatta jiddiy qarab, ayniqsa xoreografiya bilim yurtida biz, men sentyabrdan kelgan bo'lsam, men katta ahamiyat shunga berdimki, bizni qizlarimiz oyog'i, qo'li, harakati, hamma narsasi aniq bu manaqa bo'lish kerakki, buzilmasdan, keyin bizani milliyligimiz, o'zbekligimiz yo'qolmasin. Men shu sinflarga kirganimda salom bilan boshladim. Salomini ham ko'rsatdim o'zbekonani. Keyin men bulardan o'rgandim.
man bularga o'rgandim bir-birimizga ish qilib man bulardan ko'p narsa o'rgandim bular mandan o'rgandi o'shaning uchun mana shunaqa ijodiy bizda bir haligi Muhit hayot yaratdi. muhit bor muhit aytganimizdek ustoz shogird an'anasi hamisha davom etib keladi Albatta. mamnun opa keling hozir mana shu suhbatimizni qizg'in pallasida bir chiroyli raqsdan O'rningizdan turganingizdan bildim. Demak, siz ham birga qo'shilishib raqsga tushmoqchisiz. albatta busiz iloji yo'q tomoshabinlarimiz ham raqqosalar kelgandan keyin raqs tomosha qilmaymizmi deb kutib turishgan bo'lsa ajab emas Albatta, bajonidil. Navbatni Marhamat. raqsga beramiz marhamat
Afarin. Tasanno. Rahmat qizlar. Qoyil qolmasdan iloji yo'q, Sevaraxon. Salomlarga alohida qoyil. Tashakkur qizlar, rahmat. Qizlar. Haqiqatan ham bu balet san'ati juda ham nozik ko'ringani bilan uni ortida juda katta mashaqqat bor. Buni ustozlar, mana bu san'at turini egallayotgan qizlar yaxshi bilishadi. Hozir bevosita mana shu raqsni ko'rib, o'sha bir balet artisti haqida suratga olingan film yodimga tushdi. Mana shu filmda o'sha qizni oyoqlari bir lat yegani, bu balet san'atini naqadar qiyin san'at ekanligini shu darajada mohirona ko'rsatib berganki, demak bizni O'zbekistonda ham bu san'at turiga qiziquvchi o'quvchilar, qizlar soni tobora ortib boryapti, to'g'rimi? Albatta, xuddi hozir sahnada kapalaklar xirom aylab uchib yurgandek juda ham yengil ko'rindi. Siz kapalaklarni tasavvur qildingizmi? Men go'yoki oqqushlar ko'lida o'zim turgandek his qildim. Ko'rdingizmi? Har kimni o'z qarashi Tasavvuri bo'ladi. bor, xuddi shunday. Qarang, hozir biz bularni ko'rib turib yana bir narsaga amin bo'ldikki, bu yerda noziklik bilan jasorat ham o'ziga yarasha birlikda uyg'un bo'lish kerakda. Bu qizlarda beg'uborlik bilan sabr ham shakllangan. Mana shu klassik raqs haqida bir tushuncha berib o'tsangiz. Klassik balet haqida gaplashsak, uni tarixi juda ham boy. O'zi balet san'ati 15-asrda Italiyada paydo bo'lgan, keyin Fransiyada rivojlangan. Hozirgi kungacha butun dunyoda o'zini joyini egallab, har bitta insonni yuragida joy egallagan san'atdir. Lekin hamma raqslarning san'ati ichida eng murakkab, eng qiyin san'at hisoblanadi bu. Masalan, raqsga tushish mumkin xohlagan yoshingizda. Lekin balet san'ati egasini bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zini ham yoshini, ham iste'dodli insonni tanlaydi. Bizning maktabimizda balet klassik yo'nalishiga biza balet klassik yo'nalishida bolalarimizga nimani tarbiyalaymiz, nimani o'rgatamiz? Ham jismoniy, ham irodali, ham go'zallikni his qilish, musiqani eshitish, bu hamma o'sha nozik, hamma mayda biza deymiz nyuanslarni o'rgatib kelamiz. Mana masalan, odam tug'ilganda birinchi qadamni qo'yishi bilmaydi-ku, bizani balet san'atimizda shu birinchi qadamlarni o'rgatishni boshlaymiz. O'sha klassik raqsini alifbosini deymiz. Siz hozir ko'rgan qizlarimiz 5 yildan beri o'qib kelishmoqchi. Necha yoshdan qabul qilinadi? Bizani maktabimizda 10 yoshdan qabul qilamiz. Aynan 4-chi ayniqsa balet klassik raqs bo'limiga. O'zi bizani maktabimizda ikkita bo'limimiz bor. Klassik raqs bo'limi ham xalq raqs bo'limi. O'zbek raqs bo'limi. Biz shu 4-sinfdan ikkita yo'nalishga qabul qilamiz bolalarimizni. Lekin sinov tariqasida Endi shu o'rinda teletomoshabinlarimizda ham savol tug'iladi. Ayniqsa mana shu balet san'atiga, o'zbek raqs san'atiga qizlarini, farzandlarini bermoqchi bo'lgan ota-onalar qayerga murojaat qilishsin? Qabullar qachon bo'lishadi? Mana shular haqida ham gapiring. Bu qiziq. Bizani maktabimizga bemalol murojaat qilish mumkin. Bizani saytimiz bor, sayt orqali kirish mumkin. Hamma u yerda bog'lanadigan nimalarimiz, telefonlarimiz ko'rsatilgan. O'zi qabul vaqtimiz boshlanadi iyul oyida. May oyidan boshlab bizada har shanba kuni ochiq konsultatsiyalar o'tkaziladi maktabimizda. Bemalol kelib, bolalarni olib kelib, suhbatlashib, ko'rib chiqib, tanishib, bemalol kelib ketish mumkin ota-onalar. Demak, qiziqqan o'quvchilar, mana shu raqs san'atiga qiziqqan yoshlar uchun eshiklar har doim ochiq. Har doim ochiq. Bizning maktabimiz yagona, respublikada yagona maktabimiz. Butun viloyatlardan kelgan o'quvchilar aynan mana shu yerda murojaat qolib o'qishi mumkin. Keling, mana shu maktabni yaqinda hali bitirganiga ko'p bo'lmagan qizimizdan ham so'rasak. Aslida bu yer, adashmasam, siz shu maktabni bitirgansiz va hozirda shu yerda dars berasiz. Assalomu alaykum. Ha, men ham shu maktabni bitirganman.
ishlayotganimga ko'p bo'lmagan, ustozlarimga qiziqqan holda o'zi bu maktabga topshirganman. Ustozimiz Tamaraxonim, Mukarrama Turg'unboyeva, mana Ma'mura Ergash va Rushona Sultonovalarga havas qilgan holda bu maktabga kirganman. Hozirda ularga o'sha havas qilgan holda pedagoglik faoliyatimni olib boryapman. Mana talabalik paytingizda ustozlardan o'rgangansiz, o'zingiz talaba o'laroq u jarayonni ko'rgansiz-da. Endi o'qituvchi bo'lish qanday bo'lar ekan, his qilyapsizmi o'zingiz ham? Albatta, o'qituvchini o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Talabalik paytida buni tushunish qiyin. Ustozlarimiz har doim aytishardi, hali o'zinglarni boshinglarga tushadi. Xuddi ular ko'proq ortiqcha narsa talab qilayotgandek tuyuladi-da, to'g'rimi? Ha, ba'zida shunaqa holatlar ham bo'ladi, chunki bizni maktabimizda qolgan maktabdagi o'quvchilarga nisbatan ko'proq mehnat qilinadi. Har xil tadbirlar bo'ladi, mashg'ulotlar bo'ladi, darsdan tashqari mashg'ulotlar bo'ladi va har doim bizning o'quvchilar o'z ustida ishlashi kerak. Maktabda aslida intizom ham o'ziga yarasha qattiq bo'ladi, to'g'rimi? Hozirgina aytib o'tganimizdek, faqatgina xatti-harakat, jismoniy mashqlar emas, bu yerda ruhiy mustahkamlik ham yaxshigina kerak bo'ladi, chunki bu yerdagi jismoniy bir qiyinchiliklarni ko'tarish menimcha hammaga ham emas. Hozir balet raqsi deb aytdik, hattoki oddiy o'zbek raqsida ham, shu Xorazm raqsi, Buxoro raqsi tizzalaringiz shilinib ketadi, to'g'rimi? Necha kunlab shug'ullana olmay yurasiz yoki ta'tildan qaytgandan keyin birinchi shug'ullanib boshlaganingizda qaytib zinalardan chiqolmay yurgan paytingiz bo'ladi. Bir muddat raqsga qatnashgan inson sifatida buni ozgina bo'lsa-da o'tkazgansizda. his qilganman. Bir Aynan Xorazm raqslarini o'rganganimizda bir muddat shu menga kerakmi degan bir xayollar o'tganda, sizda ham shunday holat bo'lganmi? Tashlab ketsam, boshqa sohani o'rgansamchi, bu mashaqqat nima kerak degan bir fikr bo'lganmi? Albatta, san'ati nonni yeyish qiyin deb aytishadi. Bu haqiqatdan ham rost gap. Bo'lgan menda ham bunaqa holatlar, chunki raqqosa bo'lish bu shu bilan yashash degani-da. Shunday. Boshqa narsalar ko'zga ko'rinmaydi. 24 ga 7 o'zimiz ustimizda ishlamasak, natija bo'lmaydi. Xuddi shunday. Yana o'sha paytlar xafa bo'lardim. Boshqa bo'limlardek bizga erkinlik bo'lmasdi. Shunchalar qattiq nazorat qilishardi. Soch kesish mumkin emas. Mana shunday. Sizni turmagingizdek doimiy turmagimiz mana shunday. Soch turmaklash mumkin emas. Hali yoshsan nima deb pardoz qilish mumkin emas. Ko'cha-ko'yda qattiq kulish mumkin emas. Hammani ko'zi senda. Raqqosa degan noming bor, o'zingni ushlab yur. Biz nafas olamizmi yo'qmi deb xafa bo'lardim-da. Nega bizni buncha qattiq nazorat qilishadi deb. Shundan hozir bilamanki, demak, mana shu raqqosa bo'lib, o'zini ushab, bir elga tanilib, elga xizmat qilish bu juda ham qattiq mehnat talab qiladi. Qattiq aytganimizdek, shu ruhiy bir ustunlik talab qiladi-da. Hozirgina aytib o'tganingizdek, Asilbek haqiqatan ham bu san'at bilan yashash kerak inson. Agar yasha olmasa, yarim yo'lga kelganda boshqa sohani tanlab ketadi. Menga o'xshab. Bugun men birgina men ekanman bu sohaga begona, hamma raqs san'atida o'qigan ekan. Endi men ham bir sirni ochay, Sevaraxon. Men ham bolaligimda musiqa maktabida raqs to'garagiga qatnaganman. Menda ham ancha-muncha yigitlar raqsi bo'yicha tajriba bor. Bu borada xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Hozir bir o'zbekona bir yaxshi raqs bo'lsa, men ham bir o'ynardim degan fikr hayolimdan o'tmayapti deb ayta olmayman. O'tyapti. Endi shu o'rinda Ma'mura opa bir savol tug'iladi. Bu mana shu raqs san'atini bir ustunlari sifatida, ayniqsa mana shu sohada uzoq muddat faoliyat olib borgan kishi sifatida bir savolga ochiq javob bersangiz. Shunday gap borki, raqs san'atining umri qisqa, ayniqsa qizlarda. Faqatgina ma'lum bir yoshga yetgandan keyin ikkita qo'lini ko'tarib tark etish kerak, mana shunga to'g'ri keladi deydi. Sizningcha rostdan ham raqs san'atining umri qisqami yoki mana shu qaddi qomatini, go'zalligini ushlab qolsa uzoq muddat bu sohani davom ettirsa bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Endi bilasizmi? Bir nozik savol. Bilasizmi, mana san'atni, raqs san'atini sevgan inson o'lguncha raqsga tushadi. Chunki biz shunaqa kasal bo'lganmizki san'atda. Bu kasallik. Chunki biz san'atsiz, raqssiz o'zimizni tasavvur qila olmaymiz. O'shaning uchun hali-haligacha meni sahnaga chaqirsa, men sahnaga ham chiqaman. Endi bilmadim, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydimi, lekin mana Mukarrama Turg'unboyeva ham
umrlarini oxirigacha sahnaga chiqqanlar. Chunki sahna bu judayam sehrli joyda. O'shaning uchun endi hamma ham chiqa olmaydi. Misol uchun shunaqa haligi sanoqli san'atkorlar bor. Lekin bizda bitta ibora borki, o'z vaqtida sahnadan ketish kerak. Tan olish ham mardlik deysiz. Albatta, chunki mana bizaga o'zidan o'zi 20 yil bergan bejiz emas. Chunki har qatlam ayniqsa mana klassika deymizmi, o'zbek raqs deymizmi, umuman raqs. Bu juda ham mashaqqatli, juda ham og'ir san'at. O'shaning uchun 20 yoshdan keyin hamma anaqaga chiqadi, lekin baribir ko'pchiligi mana biz hammamiz baribir mana domlalik qilamiz yoki san'at bilan, lekin hech qachon san'atni tark etmaymiz. Lekin mana shu bilan yashaydi-da. Yashaymiz. O'shaning uchun bu nima desam, zaharlangan biz shunaqa o'zimizni kasbimiz bilan shunaqa o'ziga o'rgatib qo'ygan. Yashamaymiz. O'shaning uchun bu har bir insonni o'zini joyi bor. Mana hozirgi men doim mana nima deydi, afsus qiladigan bitta narsa borki, bizni mana chiroyli mana qarang, chiroyli qizlar o'tiribdi. Kamtargina bo'lib o'tirishdi. Yo'q, qani endi bular misol uchun xoreografiyani bitirib, sahnaga chiqib, ozgina ishlab, mana qarang, o'zini ko'rsatib. Bizni mana hozir ko'pchilik qizlarimiz xoreografiyani bitiradi, keyin akademiyaga kiradi. Akademiyada keyin domla bo'lib, keyin domlalik qilib ishlaydi. Ustoz bo'lib. Men endi bunga nimaga qarshiman? Chunki baribir sahnani changini yutish kerak. Tajriba orttirish kerak. O'shanda sen o'zi haqiqiy san'atni biladigan ustoz bo'lasan. O'shaning uchun men o'ylaymanki, albatta, endi har bir inson o'zini taqdiri. Taqdir har xil. Mana balletni biz ko'rdik, klassika biz uchun juda muhim demoqchiman-da. Chunki raqsni asosini tashkil etadi-da. Albatta, chunki mana qarang. Galiya Ismoilova ham, Qunduz Mirkarimova ham, Gulnora Mavayeva ham hammamiz klassikani bitirganmiz. Chunki klassika bizga juda ham katta foyda beradi. Oyog'imizga, o'zimizga, keyin mana shu haligi mahoratimizga. O'shaning uchun klassika bizda juda ham kerakli bo'lishi ham meni juda ham quvontiradi. Mana bilasizmi, bizani maktabimizda ham bitirgan qancha raqqosalar butun dunyoni hozir bular butun dunyoga tarqalib ketgan. Bular hozir mana o'zini maktabini ochgan. O'sha yerda qarang, o'sha mana shu maktabni, o'zimizning xoreografiya maktabini bitirib, ta'lim olib, ular o'sha ta'limini bilgan o'sha anaqalarni hammasini butun dunyoga bular hozir yoygan. Mana shogirdlaringizni eslab o'tdingiz. Mana qizlarimiz kamtar bo'lib o'tirishibdi. Ustozlar gapirishsa keyin biz ham bir og'iz gapiramiz. Bilasizmi, men aytmoqchimanki, bular juda ham nimasam ham chiroyli, ham odobli, ham o'zini kasbini yaxshi ko'radigan qizlar. Men juda ham bulardan xursandman. Qani o'zlaridan eshitaylikchi. Mana shu qizlarimizni bugungi kunda mana shu raqs san'atiga qiziqish qanday bo'lyapti? Qaysi tanlovlarda mana shu ustozlarni ko'rsatgan yo'l yo'riqlari asosida muvaffaqiyatga erishdi? Eng avvalo kimga qiziqib, kimga havas qilib raqs yo'lini tanladingiz? Uydagilar qarshi bo'lmadimi degan savollar doim berilsa kerak. Assalomu alaykum hammaga avvalambor. Biz shu ustozlarimiz Ma'mura Zakirjanovna, Mukarrama Turg'unboyeva, Tamara xonim, yosh bo'lishlariga qaramasdan Shahrizoda Baxtiyorovna kabi ko'plab ustozlarimizni bilimlarini olib, shu darajagacha kelmoqdamiz. Hozir qaysi raqs ustida ko'proq ishlayapsizlar? Hozir agar libosimdan kelib chiqib savol berayotgan bo'lsangiz, odatiy libos. Qani o'rningizdan turib qaysi millat raqsi uchun tikilgan bu? Bu Rossiya Federatsiyasining ichidagi Tuva Respublikasi o'sha tuvinlar millatining raqsi, xalq raqsini libosi. Lekin bu narsa haqida ko'pchilik bilmaydi. Demak, Shahrizoda nafaqat o'sha taniqli davlatlarni, balki biz bilmagan, biz tanimagan, biz uchun yangilik bo'lgan davlatlarning ham raqslariga qiziqish bildirib, mana shu raqslarni qizlar ijrosida qo'yishyapti. Qachon bu fikr tug'ildi sizga aynan bu respublikani raqsini qo'yish? Ko'proq ular nimalarga ahamiyat beradi? Ochiq men uchun qiziq. Tuva xalqi ko'chmanchi xalq bo'lgani uchun ular raqslarida asosan ko'chmanchi hayot tarzi, tabiatga bo'lgan qiziqishlari hamda mehnat raqslarini ko'proq qo'llashadi.
Demak, shundan ilhomlanib bu raqsni qo'yishga qaror qildingiz. Endi mana bu yerda milliy kiyimda o'tirgan qizlarimiz ham bor. Xo'sh, bugun sizlardan qaysi raqsni ko'ramiz? Avvalambor assalomu alaykum. Biza ustoz bilan ko'ngil taronasi raqsini olib kelganmiz. Bu o'zbek milliy raqs bo'lib keladi. Mirosiy raqs. Demak, hozir do'stlaringiz, dugonalaringiz bilan shu raqsni ko'rsak bo'ladi. Marhamat, taklif etamiz. Marhamat. Qizlar, katta rahmat. Rahmat.
haqiqatdan ham chiroyli. o'zbek raqsi boshqa millat raqslaridan ko'ra o'zini jozibadorligi, husnkorligi, nafisligi va albatta mana shunday sho'xchanligi insonni beixtiyor raqsga chorlashi bilan juda ham ahamiyat kasb etadi, boshqacha yaxshi ko'rishadi boshqa millat vakillari ham. To'g'rimi Mashhur opa? Mana respublikamizdan tashqari boshqa viloyatlarga, bundan tashqari qo'shni davlatlarga. respublikalarga, boshqa davlatlarga safarlarda ko'p bo'lasiz. Ular bizni raqslarimizni qanday qabul qilishyapti? Juda ham zo'r qabul qilishadi. Hayrat bilan. Hayrat bilan yana nabis, yana o'ynab berishsin deyishadi-da. Shunaqa bizani o'zbek milliy raqslarimiz jozibador, o'ziga maftun qiladiki, hattoki bizani milliy raqslarimizni butun dunyo bo'ylab raqqosalar o'ynashmoqda-da. Amerikada deysizmi, Yaponiyada deysizmi, hammasi o'zbek milliy raqsiga qiziqib, mana bizani xoreografiya maktabimizga kelib o'rganib ham ketishadi-da raqslarni. Mana bu hozir ko'ngil taronasi raqsi, bu ham merosiy raqs. Mana ustoz bilan o'rganib qizlarimizni tayyorladik. Mukarrama Turg'unboyeva sahnalashtirgan. Nimasiki quvonarliki men uchun. Men baxtli insonman-da o'zi. Mana shu raqsni Ma'mur opa o'zlari birinchi bo'lib ijro etganlar-da. Mana shu ozgina tarixini aytib bersalar juda ham zo'r bo'lardi. Shunaqa ilhomlandim-da, bularni aytib berganlaridan ilhomlanib, qizlar ham eshitib, hozir o'sha raqsni boshqacha hissiyotlar bilan ijro etishadi-da. Shunda ulug' ustozlarimiz mana Ma'mura Ergasheva ijro etganlar. Qiziqamiz, bu raqsning tarixi qanday ekan? Bu raqsni tarixi bilasizmi, bir juda ham ajoyib. Biz haligi Tojikistonni dekadasiga tayyorgarchilik qilgan paytimizda shu davlatimiz rahbarlari aytdiki, bir raqs ijro etinglarki, hamma hayron qolsin. Keyin ikkita baletmeysterga bular anaqa berishdi. Topshiriq berishdi. O'zbekiston xalq artisti Isohir Aqilovga, chunki bular filarmoniya ishlardilar, Mukarram opaga. Keyin aytdiki, qaysi bir raqs yaxshi chiqsa, o'sha raqs dekadaga chiqadi deb. Keyin Mukarram opam bizga mana shu man Damira Sagirova, Mo'tabar Yo'ldasheva uchalamizga mana shu raqsni bular sahnalashtirgan. Isohir aka 3 ta bir mashhur bizning raqqosalarimiz bor-da. Qizlarxon Dusmuhamedova, Dilafruz Jabbarova, Malika Ahmedova. Bular ijro etish kerak edi. Shunaqa bir anaqa bo'ldiki, nima desam bo'ladi, musobaqada. Bellashuv. Da. Har qatana mana sahna o'zi biroz mardu maydon. Shundan keyin bular o'ynadi, keyin biz chiqdik-da. Bu avvalambor Muhammadjon Mirzayev aynan mana shu dekadaga muzikani bastalaganlar. O'sha bizani chiqishimizdan keyin bilmadim, biz keyin shu raqs bilan ketdik Tojikistonga. Shu tarixi shu. Demak, tanlov shunday bo'lgan. Albatta. Tojikistonlik yurtdoshlarimiz, qo'shni davlatdagilar qanday qabul qilishdi bu raqsni? Albatta tojik raqsi o'zbek raqsiga ham yaqin, ayniqsa juda ham yaqin, jihatidan. juda ham yaqin. Baribir mana Tojikistonni butun dunyo bo'ylab biz gastrol qilganmiz. Siz mana aytgandek, bular uchun bir qanaqadir как восточная сказка deyishadi. Biz ko'rsak, Sharqona ertak. qizlari xuddi haligi anaqadan chiqqan 1100 haligi kechadigan haligi anaqadan asardan chiqqan bir parilarga o'xshaydi deb mana shu gazetalarga mana Shvetsiyada, Shveysariyada, butun Yevropada mana shunaqa maqolalar chiqqan. Chunki bizani san'atimiz har qatdan bir nima desam bo'ladi, bir hammani hayratga soladi-da. Chunki bizni nima desam bo'ladi, shu o'zbeklarni ichki dunyosida ayniqsa mana xotin qizlarning ansambli bilasiz, Bahor ansambli faqat xotin qizlarning ansambli edi. O'shaning uchun 40 ta qizlar chiqsa, hamma qoyil qolardi. Parilar chiqib kelgan. Parilar chiqib ketdi. Keyin bular juda ham bizani konsertdan keyin kirib sochlarimizni qarardi-da. O'zinglarni sochinglarmi yo ulamami deb. Mana yonimda o'tirgan Gulaxon ham bular Bahor ansamblida ishlaganlar. Juda ham chiroyli paytida bular kelgan. Yana bir quvonib, maqtanib aytsa arzigulik yana bir tomoni bor. Shaxsan o'zim ham guvoh bo'lganman. Aynan bizni raqs maktabimizda, mana siz ta'lim berayotgan raqs maktabining qizlari
turli xil xalqlar raqsi darsi bo'ladi, to'g'rimi? O'zbek raqsi bo'ladi, klassika bo'ladi. Shunchalar mukammal bir raqsni o'rganishadiki, chet elga borganda qo'shni davlatlar bilan bir-birini raqs harakatini qaytarib ko'rganni guvoh bo'lganman-da. Barchasi hali xorazmcha, hali farg'onacha yo'nalishni yana bir ko'rsat. Biznikilar u xitoy bo'lsin, u ispancha bo'lsin, bir deganda ko'rsatib bersa, bular qanday qizlar deyishardi. Bular kim o'zi deyishganda, nega bular bunaqa? Ular hayron qolishardi. Hattoki shu indoneziyaliklarni piyola qo'yib tushgan raqsga o'ynagan raqslarni ham o'ynab berishganda hayron qolishgan. Shunda yana bir faxr tuyganmanki, demak bizni qizlarimiz shunchalar universal qizlar bo'lishgan ekan. Mana siz mana fikrimni aytdingiz. Haqiqatan mana xoreografiya bilim yurtida turli millatning vakillari. Bilasizmi? Mana hammasi. Bular hammasi o'zbek raqs san'atini o'rganadi, boshdan oyoq. Men endi har bir anaqaga kirganimda mana Mashvaraxonni ham qizlari spets o'ris qizlar yana boshqa millatida. Endi men bularni ko'rib, bilasizmi, bularni haligi nima deydi, ijro etishiga men hayron qolganman-da. O'zim ko'rib, o'zim xursand bo'ldim. O'zi millati boshqa bo'lishiga qaramasdan o'zbekona bir latofat, bir go'zallikni aks ettira oladi-da yuzida, sharqona bir tabassumni hadya eta oladigan. Chunki san'atni tili yo'q-da. Xuddi San'atni tili yo'q. Albatta, mana bizlarni ham xoreografiya bilim yurtini ham tugatib, Valentina Romanova degan bir mashhur xalq artisti bor edi. Bular rus millatiga ega edi, lekin shunaqa o'zbek raqslarini ijro etardilar. Bilasizmi, hammasi shu o'zbek deb o'ylashardi. Ma'mur aka, endi shu o'rinda raqs san'atini ichida yana bir kichik bo'lim bor. Bu ham bo'lsa bolalar raqsi. Bu alohida bo'lim. Hozirgi kunda mana Mashhur opa, siz o'zingizni ijodiy studiyalaringiz orqali jajjigina bolajonlarga ham mana shu raqs sir asrorlarini o'rgatib boryapsiz. Ota-onalar beixtiyor bu san'atga bolalarini jalb qilishyapti, chunki o'sha yuqorida aytganingizdek bu san'at turi nafaqat tanani, balki ruhiyatni ham tarbiyalaydi-da. Mana shu bolajonlarimizni qiziqishi qanday bugungi kunda bu san'at turiga? Hozirgi kunda qiziqish juda ham baland raqs san'atiga. Shu 3-4 yoshdan olib kelishadi. Keyin bir xil qizlarim bor, o'sha men orqali xoreografiya maktabini bilib, keyin mana shu maktabimizga qabul qilingan. Albatta tavsiya qilaman-da, men har doim qizingiz juda ham loyiq, hamma tomonlama to'g'ri keladi. Iltimos, mana shu bitta borib ko'ringlar. Afsuslanmaysizlar, o'sha yerga kirib o'qinglar deyman-da. Qizlarimiz mana hozir professional darajada maktabda o'qib turib davom ettirishadi. Aslida ota-onalar mayli kelajakda qaysi kasbni tanlashdan qat'iy nazar qizim bir muddat raqsga borsin deyishadi. Chunki qaddi qomati, aytib o'tganimizdek, shu sabr, matonat barchasi ruhiyatini ham tarbiyalash uchun mayli bir muddat borsin deb aytishadi. Hozir bizni studiyamizda mana shunday ham salomatligini, ham ruhiyatini o'ylab, raqs san'atini o'zida bir nima deydi, namoyon etayotgan jajji bolajonlarimiz ham bor, adashmasam. Keling, ularni raqsdan bir bahramand bo'laylik, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Studiyamizga jajji bolajonlarni taklif etamiz. Marhamat.
Tashakkur bolajon. Barakalla, barakalla. Juda ham ajoyib raqs. Rahmat. Hattoki chiqib ketishlari ham o'ziga xos, juda ham ajoyib. Qarang, bu oyoq kiyimlar bir ko'rinishda o'ziga kattaga o'xshaydi. Hozir biz ikkovimiz shunchalar hayajon bilan kutib turdik. Chiqib ketmasmikan, oyoqlardan tushib qolmasmikan deb. Bu qiyin, bolalarga o'ziga yarasha qiyin. Shu bilan birga yana bir ahamiyat berish kerakki, mana shu o'zbek raqsida ritmika bu alohida fan sifatida kiritilgan, adashmasam. Hali hanuz shunday fan bo'ladimi? Chunki ritmni ushlab turish raqqosalar uchun eng birinchi o'rinda qaraladi. Yosh bo'lishlariga qaramasdan ritmni juda ham yaxshi ushlab turishibdi. Bu raqsni kim sahnalashtirdi, sir bo'lmasa? Bu raqsimiz litovskiy milliy raqs hisoblanadi, xalq raqsi u. Hozirgi ijro etgan bolajonlarimiz ikkinchi sinf maxsus sinf o'quvchilari. Bu raqsimiz o'quv dargohimizga kirgan bolajonlar shu raqsni ikkinchi sinfdan o'rganib kelmoqda, saqlanib. Xuddi tanovvur, munojatni o'rganish shart bo'lgandek, bu ham xuddi shart bo'lgan raqslardan biri. Mana kiyimlari, ayniqsa oyoq kiyimlari e'tiborimizni tortdi. Litovskiy o'sha nimasiga. Buni o'sha davlatni o'zini qadriyatlaridan, mentalitetidan kelib chiqib tanlanganmi? Xuddi shunaqa. Litovskiy o'sha milliy xalqdan olingan ham libosi, ham oyoq kiyimlari. Xalq raqs. Demak, bu xalqda ko'proq mana shu Sevaraxon aytgandek, ritm, oyoqlarning o'sha harakatlari alohida o'rin tutadi. Haqiqatan ham juda ham chiroyli raqsni hozir biz ko'rib, maza qildik ochig'ini aytadigan bo'lsak. Mana bola bo'lishiga qaramasdan boshqa xalq raqslarini ham o'rganib, ayniqsa ustozlardan professional darajada o'rganib, mana siz u bizni kayfiyatimizni ko'tarishga yetkazadi. Eng muhimi mana shu birorta ham xato. Endi biz tashqi ko'zdan ko'ryapmiz, balki ustozlar xato kamchilik ko'rishgandir. Ustozlar albatta har doim xato ko'rishadi. Hozir bolalar, umuman qizlar raqsni ijro etib turgan paytlarda ustozlar xuddi bolasi she'r aytishga chiqqan onadek. Qo'lingni to'g'ri tut. Oyog'ingni to'g'ri tut. Mana shunday qarab turishibdi-da, har bir xatolarini baribir sizlarga xatolar ko'rinadi. Hozir biz xalqlar raqsi deb aytdik. O'z o'rnida milliy raqs bo'limida ham xalqlar raqsi albatta o'tiladi, to'g'rimi? Mukammal fan sifatida. Ko'proq qaysi xalqlar raqsiga urg'u beriladi? Xalq sahna raqsida barcha davlatlarning milliy hamda madaniy raqslaridan olingan raqslarni o'tamiz. Bizning dasturimizga asosan xalq sahnaviy raqsi kiritilgan. Bular ispan raqsi, tsigan raqsi, Italiya raqslari, Polsha raqslari, Ozarbayjon hamda xalq raqslari отдельно o'tiladi, alohida o'tiladi. Bu rus, Ukraina, tatar, uyg'ur, belarus va hokazo. Endi dunyoda millatlar ko'p va ayniqsa mana shu bizni yurtdoshlarimiz, mana shu maktabni o'quvchilari boshqa xalqlarning raqslarini ham mukammal darajada o'rganayotgani bu quvonarli hol, lekin savol tug'iladi. Mana o'sha aytayotganingiz Italiya, Germaniya, Fransiya, Turkiya, Gruziya mamlakatlarining raqslari bu juda ham ommabop raqslar hisoblanadi. Bugun xalqaro aloqalar maktab bilan qanchalik o'rnatilgan, boshqa mamlakatdan ham raqs ustalari kelib maktabda mahorat darslarini yo'lga qo'yishgan yoki bizdagi o'qituvchilar, mana shu xoreograflar borib u yerda mahorat darslarini o'tishyaptimi? Xalqaro aloqalar qanchalik yaxshi yo'lga qo'yilgan? Mana yaqinda bir britmeyster Ozarbayjon, lekin Kavkaz raqslarini o'rgatib mahorat darsini ko'rsatdi. Keyin bizning qizlarimizga, yigitlarimizga aynan Dog'iston manimchada chechen raqsini sahnalashtirdi. Bular hattoki shu raqs bilan bizning maktabimizning bayramida ham qatnashdi. Bilasizmi, u odam o'zi ham hayron bo'lib ketdi-da, biz yigitlarimizni, qizlarimizni birinchidan biz uchun bu yangilik emas. Chunki mana Kavkaz raqslarini ham yana boshqa turli millatda olsangiz, baribir har bir harakatini bizni bolalarimiz juda ham tez mukammal ilib oladi-da. Keyin mana yaqinda
Buxorodan bizani bir salomat u ham mani shogirdim, salomatda shogirdlari kelib buxorocha bir maktabini bular ko'rsatishdi. Mana Rushana Ramilnani bir adati shunaqaki, misol uchun mana Buxorodan taklif qildi. Keyin mana Xorazmdan taklif qilmoqchi. Mana Qoraqalpoqlardan. Chunki bular o'zini nima desam bo'ladi, milliyligini, xalqdan uzilmagan ijod. Bizda sahnaviy raqslar. Lekin bularga juda ham foydali bo'ldiki, chunki bular shuni ko'rib, sahnada bular endi shu buxorocha raqsiga qarab yondashib ijro etishadi. Mana o'zingiz aytganingizdek, viloyatlarimizda ham turli raqs maktablari bor. Ayniqsa mana shu raqs bo'limida alohida bir bo'lim sifatida o'tiladi. Farg'ona Toshkent yo'li, Xorazm, Surxondaryo, Buxoro aytganingizdek. Mana ko'ramiz Xorazm raqs maktabida, Surxondaryo raqs maktabida, ba'zida Buxoro raqs maktabida ham yigitlarni ko'proq ko'ramiz. Bizni ochiq aytish kerak, bir ozgina og'riqli nuqtamiz. Qizlardan ko'ra ko'proq yigitlarda ham mana shu raqslarni kutamiz biz. Ayniqsa mana shu Andijon raqs maktabida yigitlar raqsi juda ham bizni azaliy bir qadriyatlarimizga aylanib ulgurdi. Har bir to'ylarda Andijon polkasi deymiz, Xorazm lazgisida yoki bo'lmasa o'sha siz aytgandek Surxondaryo folklorida yigitlarni raqsi ham alohida o'rin tutadi. Xo'sh, bugun yigitlarimiz raqs san'atiga qiziqishyaptimi? Mana shu maktablarni nechog'lik o'rganishyapti? Juda. Bilasizmi, mana bizni xoreografiya maktabimizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkin Qahhorovni bolalari bor-da. Lekin bularni ko'rsangizchi, haqiqiy erkakcha shidoat bilan shu raqsda, yigitlarning raqsi. Mana bular ham Erkinni ham bolalari anaqada qatnashdi, haligi Kavkazcha o'ynaganda haligi ustozi hayron qoldi. Qayerdan o'rgangansizlar? Chunki Erkin bularni ham o'rgatadi, haligi Kavkaz raqslariga. Butun turli Uyg'urni olasizmi, Xorazmchani olasizmi yoki bir Ozarbayjon raqslarini olasizmi? Hammasini bular mukammal o'rganadi. O'shaning uchun Erkinni hozir juda ham yaxshi yigitlari bor. Har qatdan ham nimagadir bizani san'atimizda hozir mana nima desam bo'ladi, faqat mana Qoraqalpoq ansamblida oyqulashda men ko'raman. Chunki har qatdan ham yigitlar raqsi ularda saqlangan. Bizda nimadir bilmayman nima uchun bizda bir qanaqadir hozir siz to'g'ri gapirdingiz. Yigitlarning raqsi sal susayib qolgan. Lekin men o'ylaymanki, Erkinga ham aytdim. Erkin dedim, mana shu bolalar qayerga ketadi? Shularni qo'ldan boy berish kerak emas. Shunaqa yaxshi yigitlarki, bilasizmi, har qatdan ham yaxshi ansambl o'tsa bo'ladi. Demak, yigitlar raqsini ham bor, rivojlantirish asos bor, lekin bugun rivojlantirish kerak. Bor. Harakat qilish kerak faqat. Keling, aynan suhbatimizni mana shu nuqtasida yana bir go'zal raqsdan bahramand bo'lsak, nima deysiz? Marhamat, bajonim. Demak, o'sha yuqorida aytdim-ku, raqs ustalaridan so'z emas, ko'proq raqs so'raylik. Chunki ular so'zdan ko'ra raqsni maromga yetkazib ijro qilishadi. Marhamat, taklif etamiz.
Aferin. Haqiqatdan ham Sevaraxon, tashakkur. Qani qizlar? Rahmat, go'zal qizlar. Xursand bo'ldik. Haqiqatdan ham bugun Sevaraxon bejiz bahor kirib kelgani bizga boshqacha kayfiyat bermayapti. Chunki mana shunday dunyo raqslardan bahramand bo'lyapmiz. Chunki bilasizmi, mana shu bahordagi, ayniqsa Navro'z bayrami bizdagi millatlararo totuvlik, tinchlik, xotirjamlik va albatta mana shu boshqa millat vakillari bilan ham do'stona aloqalarni mustahkamlash bayrami sifatida ham yodda qoladi va bugun mana yurtdoshlarimiz, ayniqsa mana shu raqs san'atining vakillari, raqs maktabining o'quvchilari boshqa dunyo xalqlarining raqslarini ham mahorat bilan o'rganayotgani va albatta o'sha davlat vakillarini ham hayratga solayotgani bu juda ham quvonarli holat. Haqsiz. Momir opa, biz bugun o'zbek raqsini albatta o'zbek raqsi qachonlardan beri mana siz go'zal tarzda davom ettirib kelyapsizlar. Ustozdan shogirdga o'tib kelayotgan bir paytda qandaydir o'zbek raqsida biroz o'zgarishlar paydo bo'lgandek bo'ladida. Xuddi ayrim raqslarni ko'rganingizda qo'shiqni eshitmasangiz ham uni ma'nosini bilasiz. Xatti harakatlar xuddi suvda tarjima singari ko'rsatib berayotgandek-da. Bu raqs yo'nalishiga siz qanday qaraysiz? Mimika, ya'ni ichki mana shu Mana tug'yonlar chiqayotgani. Mana bahor ansamblini doimiy raqs yo'nalishidan ko'ra birozgina boshqacharoq yo'nalishlar. Bu yo'nalishga siz qanday qaraysiz? Bilasizlarmi, birinchidan har bir ansamblning o'zini maktabi bo'lishi kerak. Mana men aytganimda Isohor Voqilovning maktabi bor edi, keyin Mukarrama Turg'unboyevaning maktabi bor edi. Har bir insonni o'ziga yarasha mana sahnaga chiqqan, yaratgan raqslarini, keyin biz aytamizki maktabi deymiz. O'sha maktabi mana misol uchun bahor ansambli yo'qolmagan. Lazgi ansamblida ham mana G'ofar opa ham rahbarlik qilganlar. Ularning ham boshqacha bir aniki usullari bor. Keyin mana hozir filarmoniyada shodlik ansambli misol uchun. Endi bizda hozir juda ham ko'p ansambl paydo bo'lgan. Juda ham ko'p. Haddan tashqari. O'shaning uchun men o'ylaymanki, har bir ustoz misol uchun mana shu yaratgan kollektivga o'zini bir maktabini o'rgatsa, bu endi boshqa gap bo'ladi. Bizda juda ham ko'p hozir ansambl paydo bo'lgan. O'shaning uchun hozir raqs o'zi bir qanaqadir boshqa bir yo'llanishga o'tib ketgan. Boshqa haligi ko'chalarga kirib ketgan. O'zimizning raqsimiz. O'shaning uchun mana hozir xoreografiya bilim yurtida nima uchun biz mana shu meros bo'lib qolgan raqslarni tiklayapmiz, to'g'ri o'rgatyapmiz. O'shaning uchun mana shu o'zbek raqsini xalqimizga qaytarish uchun biz hozir juda ham katta, ayniqsa mana hozir xoreografiyaga rahbar bo'lgan Rushan Ramilovna juda ham katta harakat qilyaptilar. Shuning uchun men o'ylaymanki, har mana boya aytgandek sahna mardu maydon. Bizni o'zbek xalqimiz juda ham yaxshi tushunadi. Ham raqsni ham san'atni ham, umuman san'atni. O'shaning uchun hamma mana maydonga chiqqanda hammasi ko'rinadi. Bizda mana raqqoslarda fonogramma yo'q. Bizda chiqib jonli ijro etamiz. O'shaning uchun xalq o'zi baho beradi. Xalq o'zi saralab o'zini joyiga hammasini qo'yadi. O'shaning uchun biz xotirjam yuramiz. Mana Mashhur opa, Sevaraxon boya juda ham og'riqli nuqtani ko'tardilar. O'sha raqs nafaqat xatti-harakatlar bilan, balki o'sha ruhiyat bilan ham bog'liq deymiz. Mana shu ichki tug'yonlarni, ichki kechinmalarni raqqosa yuz ifodasida ham aks ettirish kerak. Ayniqsa buni mana mustahzotda, tanovorda juda ham ko'p ko'ramiz, munojotda, ayniqsa mana shu
fundament bor, ya'ni yuqorida aytganimdek maktab shakllangan, lekin nafaqat xatti harakatlar bilan, balki o'sha ichki kechinmalarni ham yetkazib berishda raqqosadan ochiq aytganda aktrisalik ham talab etadi. Ya'ni raqsni ichida yashash kerak. Raqsda nima demoqchiligini tomoshabinga aniq xatti harakatlar orqali ham, yuz ifodasida ham yetkazib berish kerak. Mana shu jarayonlar ham xatti harakatlardan tashqari o'rgatiladimi o'zi? Bizni respublika xoreografiyaga ixtisoslashtirilgan maktabimizda alohida dars o'tiladi. Aktyorlik mahorati degan. O'sha yerda mana qizlarimiz, yigitlarimiz o'zlarini sinashadi. Ko'p narsalarni o'rganishadi va albatta mana ustozimiz bizda Ma'mura Ergasheva Zikirjanovna bizda bosh konsultant bo'lib ishlaydilar. Darslarimizga kirib, o'sha butun mahoratlarini o'rgatadilar. Biz ham ulardan ko'p narsani o'rganyapmiz. Qizlarimiz mana shu ko'ngil taronasini anchadan beri o'rganishayotgandi, lekin bular kelgandan keyin o'zlariga yarasha qanaqadir nima deydi, sekretlari bor-da. Voy. Ma'mura Zikirjanova kelganlaridan keyin Xamsa raqsini tikladilar. Xamsa. Xamsa, Bu qanaqa raqs? Qunduz Mirkarimova sahnalashtirilgan. O'z vaqtida mana Ma'mura opa o'zlari o'ynaganlar. Alisher Navoiyga bag'ishlangan ko'rsatuvda ishtirok etishdi qizlarimiz. Ko'rsatuvda aynan shu premyera bo'ldi. O'sha premyerada bizning qizlarimiz mana hozir bular o'tirishibdi. Mana 3 ta qizimiz, ya'ni 2 ta qizimiz bor. Siz aytgandek, har bir haligi shoirani bular obrazini berish kerak edi. Uvaysi, Barno, Ojiza, Nodira, Zebiniso. Bu uchun men keyin qizlardan iltimos qildimki, mashhuramni ham aytdimki, bir sidra bo'lsa ham mana shu shoiralarni, she'rlarni topinglar dedim. O'qinglar, tushuninglar. Uni dardini, uni haligi g'amini, nima demoqchi ekanini. Nima demoqchi. Bular hammasi o'rganib, endi shunaqa bu yordam berdiki, endi bularni she'rini o'qigan ko'rsangiz, bilasizmi, men siz aytgandek, bularni bir obrazga kirib, bular boshqatdan haligi mana shu raqsni ijro etishdi. Bu juda ham katta yutuq bo'ldi-da biz uchun. Demak, ichki kechinmalarni ham his qilib, mana shu buyuk allomalarimizni, adibalarimizni ichki kechinmalarini, ular nima demoqchi ekanligini nafaqat raqs harakatlari orqali, balki holatda ham aks ettirish. Demak, bu raqqosani o'sha professionallashib borayotganligidan, mana shu raqs san'ati sirlarini mukammal o'rganayotganligidan dalolat beradi. Ha, azizlar, bu an'ana davom etadi. Raqs san'ati bugungi kunda yurtimizda rivojlanyapti. Mana ustozlarimiz bu an'anani davom ettiryapti. Ayniqsa sizga alohida tashakkur. Mana shu raqs san'atini ustozlar qoldirgan o'lmas bir merosni bugun yoshlarimizga targ'ib qilib o'rgatayotganingiz uchun sizdagi ustozlar, mana Mashhur opa, Gulchehra opa, siz kabi ustozlar kerak bugun zamonamizga. Chunki raqs san'ati ixlosmandlari, mana shu san'atni o'rganaman, Mukarrama Turg'unboyeva bo'laman, Tamaraxonim bo'laman degan qizlarimiz juda ham ko'p. Bu yo'lda albatta sizlarning hissangizni alohida e'tirof etish kerak. Haqsiz. Ma'mur opa, hozir biz shu Farg'ona yo'nalishi, Farg'ona-Toshkent yo'nalishi, Buxoro, Samarqand, umuman shu yo'nalishlarni oladigan bo'lsak, ular o'zini jismoniy xatti-harakatlari bilan bir-biridan farq qilishini tomoshabin ham yaqqol sezadi. Buni ruhiyatdagi farqi qanday bo'ladi? Umuman raqsda siz ijro etgan raqsingizni ruh bilan, yurak bilan, dard bilan ijro etsangiz, albatta mana Farg'onani baribir endi biz bir millatimiz, bir davlatimiz. Lekin qadriyatlarimiz o'zgacha, urf-odatlarimiz farq qiladi. Urf-odatlarimiz mana Farg'onada misol uchun Farg'ona qizlari raqs tushganda juda ham bir gerdayib, bir erkin anaqa ijro etishadi. Buxoroda sal anaqa qilib, sal tortinib, sal anaqa qilib, Xorazmda erkinlik bor, juda ham katta erkinlik bor. Keyin bularda qo'llar harakati, oyoq harakati umuman boshqacha, chunki Onash degan, Cho'loq degan bir raqqosa bo'lgan, o'shalar oyoq qo'llarini haligi singandan keyin, o'shadan keyin mana shu raqslar paydo bo'lgan. O'shaning uchun
endi eng muhimi bizani ustozlarimiz bitta gapi gapirardiki, ichki dunyoni boyitgin, ko'p o'qigin, ko'p harakat qilgin, hayotni o'rgangin, yaxshilik qilgin. Ichki dunyo, onam rahmali aytardiki, ichki pardoz bo'lish kerak dedilar. O'sha ichki pardoz yuzingizga chiqadi. Tasavvurni kengaytiradi. Albatta. O'shaning uchun bizdan raqqoslarimiz ichki dunyosi qancha boy bo'lsa, o'sha hamma narsa sahnaga chiqadi. Rahmat. Haqiqatan ham aytib o'tganingizdek, qizlarimizga har qancha noziklik, go'zallik bo'lsa yarashadi. Dastur boshida ham aytib o'tganimizdek, demak u qaysi kasbni tanlashidan qat'iy nazar qizlarimiz baribir bir muddat raqs san'ati bilan shug'ullanishlari kerak. Chunki bu raqs san'ati istasak istamasak og'rig'ingizni yashirish uchun ham tabassum qilishni o'rgatadi. Men mana shunday bir ta'riflashni istardim-da. Chunki hayotda ham ko'proq xo'p bo'ladi deyishga va hamisha tabassum bilan qo'li ko'ksida turishga o'rgatishini o'zim guvohi bo'lganim uchun ham qizlarni baribir bir muddatga raqsga berishlarini ota-onalardan ham so'ragan bo'lardim. Ma'mur opa, go'zal ustozlar, qizlarjonlar, barchangizga tashrif uchun rahmat aytamiz. Mana shunday bahorni ilk kunlarida sizlar bilan ko'rishish albatta bizga ham bir go'zal kayfiyat ulashdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Aziz teletomoshabinlar, siz Madaniyat va ma'rifat telekanalining bormisiz, omonmisiz dasturini tomosha qildingiz. Bahorni dastlabki kunlarida siz bilan efir orqali ko'rishib, mana shunday bahoriy haroratni armag'on etgan bo'lsak, sizga taqdim eta olgan bo'lsak, biz o'zimizni beixtiyor bugungi maqsadimizga erishdik deb hisoblaymiz. Bizning kanaldan uzoqlashmang, yana ko'rishguncha deymiz, omon bo'ling. Azizlar, sizlarga hamisha bahoriy kayfiyat tilagan holda dasturimizni go'zal bir raqs bilan yakunlaymiz. Marhamat. Marhamat.